Manchester City Elliot Anderson transferini e'lon qildi va bu e'lon qilish jarayonida qo'sh tirnoq ichida bilinar-bilinmas ko'rinmas yaxshilab qarash kerak, ko'z almas bo'lish kerak. Manchester Unitedda troll qilib ketishgan. Bu tarmoqlarda ozgina muhokama bo'lyapti va Elliot Andersonning gaplari. Endi Elliot Andersonning gaplariga to'g'risi men dumaladim. O'tgan yilgi holatlardan xulosa qilmaganman. To'g'ri, u boshqa jamoada bo'lgandir, lekin ko'rmaganman Ryan Cherki qanaqa gapirib, 3 ta joyda gapirdi. Lyonni ham gapirdi o'xshamadi, Cityga ham gapirdi o'xshamadi, tushmasa ham gapirib ko'rdi o'xshamadi, hamma narsa qilib ko'rdi xullas. Va Anderson bulardan menimcha xulosa qilmagan. Hozir endi Manchester Cityni o'sha Andersonni e'lon qilish jarayonidan boshlaymiz. Manchester City Elliot Andersonni o'sha FIFAda o'sha jamoa tanlash rejimida e'lon qilgan. Bu yerda jamoalar ketadi, o'sha APL jamoalari ketma-ketlikda. Va Manchester Unitedda ozgina vaqt to'xtab turadi. Qolganlarga qaraganda 1-2 sekund ko'proq turadi Manchester Unitedda. Va ularda o'sha 4,5 ta yulduzligini ko'rsatish bu yo'lda maqsad. Bilasizlar, oxirgi yillardan keyin ozgina pasaygani uchun 4,5 ta yulduz qoldirishgan va Manchester Cityga o'tib, ularda 5 ta yulduzligini ko'rsatib va Anderson bu yo'ldan chiqib keladi. Va yana o'sha izohiga Cityni admini hech qachon shubha bo'lmagan deb yozib qo'ygan va bu nimani anglatishini men tushundinglar. Andersonni Cityga o'tishiga hech qachon shubha bo'lmagan. Okey, tushundim. Lekin Andersonning gaplariga men bilmadim. Nimadir deyishga ham hayronman. Maslahat berish kerak. Bunga menimcha ozgina aytadi-yu, o'sha mashhur gap bor, oxirgi payt juda ham mashhur bo'lgan gap. Bitta narsani tushuning. Yiban odam u har doim o'zini eng aqlliman deb o'ylaydi. Shu gapda xullas bunga emas, buni boshiga emas, ishoninglar, buni boshiga emas. Meni bolaligimda Manchester City, Manchester shahrining qiroli bo'lgan, eng yaxshisi bo'lgan debdi. Okey, seni davringda, sen chunki yosh bolasan, 2003 yoki 2004-yil. Xo'p, tushunamiz buni. Lekin kelib olib bunaqa hurmatsizlik qilish menimcha yarashmaydi. Professional futbolchiga menimcha yarashmaydi. To'g'ri, haqiqatdir bu. Oxirgi yillarda Manchester Cityni Uniteddan oldindaligi haqiqatdir, lekin buni professional futbolchi yaqqol intervyuda aytmaydi. Va shu narsani Anderson aytibdi va menimcha bunga javob berish kerak. Uni ham menimcha shu Bermud uchburchagiga olishimiz kerak. Va bularning hammasiga 12-sentyabr kuni javob olamiz. Uzoq kutmaymiz. Juda ham uzoq kutmaymiz. Xuddi Sherkining gaplarida, uni ham gaplariga javob berishini uzoq kutmaymiz. 12-sentyabr kuni Old Traffordda Andersonni mazasini qochirish kerak.